Selam barchaga. Bu orolda yashab qolish videosining birinchi qismining davomi. Agar sizlar menga obuna bo'lsanglar, keyingi qism ham chiqadi va bu videoni 10 mingta like berishinglar kerak. Va men shundan keyin bu videoni ikkinchi qismini olaman. Va bunda oddiy bo'lmaydi, moblar ham bo'ladi. Bunda bizga qurollar berishadi. Qurol deganda juda zo'r qurollar emas. Chunki unaqa bo'lsa oson bo'lib qoladi. Shuning uchun bizga oddiy qurol berishadi va men hozir uyimni qurishda davom etaman. Tak. Ustiga shifr kerak emas. Narigi videolarimni ko'rgan bo'lsanglar, u yerda hamma uyimni tomi bor. Lekin bu yerda qurish qiyin, ko'p yashamayman bu yerda. Agar 10 mingta like bersanglar, men ikkinchi qismni olaman va bizning narsalarimiz juda yuqoriga olib chiqiladi. Bu degani вообще так qiyinlashib ketadi. Mana yopib tashladik. 3-2 qo'rqu bil. Bu meni ukam, bolalar noto'g'ri tushunmaysizlar. Ya sen ukam. Where's the crafting table? Yo, what the fuck? Otur yok Mana hozir. Ama sen yok. Ukam hali kichkina, yaxshi gapira olmaydi. Ukam uzrasizlar. Xullas, Ama sen yok mu? men endi bu nima edi? 14-qishloqda yashab yuruvdim-u, o'sha yerdan ketmoqchiman. Короче, ketdim u yerdan. Va men 95-qishloqqa ko'chib ketdim. Sizlar o'ylashinglar mumkin, nimaga ko'chib ketding deb. U yerga kimdir kelib nina qo'yib tashabdi. Bu yomon. Ama sen yok mu? Kirka. Voy, hozir yotaveramiz. Hozir uyimga oyna ham qo'yaman. Tak. Barcha temir tuzatildi. Yaxshi, barcha temir zo'r. Xullas, men blokdan bitta yasoray. Hozir ko'rasizlar. Hozir sandiq bor, eshik kerak. Hamma degan u eshik. Nima qilyapti bu? Ha bu yo'q. Sen orolda yashashga loyiq emassan. Harom go'shtingni ol. Ha senam dalboyob. Mana takoy lегкий hozir qaraydi. Mobda juda qo'rqinchli vahshiy emas. Zombilarni ko'rib ko'ramiz.